Mana nashtlarni mana shu ot urib pachoq bordi. Voy, okey. Nashtlarga pachoq urib ketdi. Ha, mana shu obunachilarimizga mehr ulashamiz deb hech yo'ldan qaytmayapmiz-da. Qanaqa xavf, xatar. Kecha videosini ko'rdim. Zomi Oqtoshda bo'lgan katta ko'karida otlari tegida qolib ketdi. Lekin shunda ham mehr ulashib hammaga somsa tarqatib yurdilar. Hozir endi okey, kechirasiz ham taraflarni boshqa zakaz qilamiz endi. Ha, boshqa keladi. Mashina topiladi, qo'ying. Somsaninglik mehr kiloligdan bitta. Ko'ringlar nima bo'lar ekan. Obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosturinglar shuncha mehnatga. Musa aka, mana Bosim boboning 2 kilolik mehr somsalari. Agar mana shuni 15 daqiqa desangiz $100. Undan voqli yesam, undan voqli yesangiz umraga jo'natamiz. Undan voqli olmasam kerak, yaxshi niyat. Lekin bu katta ko'rinmoqda. Voy shuni. Mana sho'ruvasini ko'ryapsizmi? Mashinani tanferi topiladi, lekin 2 kilolik Bosim boboni somsasi topilmaydi. Topilmaydi. Bosim bobo bugun Zomin Oqtoshda polvonlarga mehr somsa ulashadi. Boychi bor o'rtanib kishinadi, so'lig'inchi dolmak ishladi. Boychi bor o'rtanib kishinadi, so'lig'inchi dolmak ishladi. Quriga kirgani or uchun, ko'ngilda menda yor uchun. Quriga kirgani or uchun, ko'ngilda menda yor uchun. Bu yolg'onchi dunyoda o'tkinchi erur. Ana yigitlar do'stlarimiz bor, Bosim bobo choyxonasiga kirib bitta 2 kilo somsani ikkitasidan mehr somsan qo'yibmi? Bizga patiska bosishni unutmang. Bizga patiska bosganmisiz? Bo'ldi, bosgan ekan obunachimiz. Mana aka. Xurshid aka. Bosim boboni mehr somsa. Bo'ldi. Bosganmisiz? Mana. Bizga patiska bosishni unutmang. Mana. Bizga patiska bosganmisiz? Kecha YouTube ham kerak. Tojikiston. Bapish. Oho, zobunachlar, polvonlar. Mana biz polvonlar. Uzatib berasiz. Toshkent Oqqo'rg'ondan podpischiklar. Bizni podpischiklar. Mana podpischiklar. Oqyor klub, Tumor. Mana. Rahmat. Zafarobodda podpiska bosganmisiz? Xirsamsan, podpischiklarga. Obuna bo'lishni unutmang. Mana podpischiklarga mehr somsa. Issiqdan tandirdan o'zilgan. Faqat podpiska bosish qoldi. Bering. Somsaga absusha gap yo'q. Oxiriga Bosim bobodan 10 kishi. Oxirgi marra salomlari. Polvonlarga. Oxirini Bosim boboga borib 10 kishiga tekin mana 2 kilo somsa berasizlar. Bosim bobo zo'r, to'g'ri deyapsiz. Bosim bobo bugun Zomin Oqtoshda. Bosim boboga obuna bo'lganmisiz? Mana aka mehr somsa. Mana aka mehr somsa. Ertaga boramiz xudoga. Bosim bobo berading. Sizga patiska bosganmisiz? Kuzatib borasizmi? Har bir videolarni like bosgan bo'lsangiz, mana Bosim bobodan mehr somsasi. Qayerda bo'lsangiz ham patiska bosib qo'ying. Ya obuna bo'lganmisiz? Obuna bo'lgandim. Mana sizga mehr somsa. Mana qora bola ham obuna bo'lyapti. Oq bolalar sizlar qachon obuna bo'lasizlar? 82 kilo sizlar qachon o'tasizlar? Zastavdan 82 kilo. Qashang Instagramga 82 kilo bostirib boraylik. Baliqqa boraylik. Somsangiz yegamiz katta somsa. Bosim bobo choyxonasiga 20 kishilik bazm o'tirasizlar, ha? Oxirgi songa Ilyos polvonning jamoasi. Bosim boboga obuna bo'lganmisiz? Ha, obuna bo'lganman. Yor-yordan nechta xotin olib keldingiz? Yor-yordan xotin olib kelmadim. Yor-yordan sevishgan klientini olib keldim. Omadini bersin. Bosim boboning omadini bersin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa ko'pkarlarimizda har doim bosim somsalardan polvonlarimiz yeb, kuch-quvvatga to'lib yuradi. Bosganmisiz? Obuna bo'lganmisiz? Qayerdansiz? Toshkent, Piskentdan obunachilarimizga mana. Bosim boboga qayerda bo'lsangiz ham obuna bo'ling. Shayladim omadi bevafo.
Bosim bobo bugun Zomin Oqtoshda. Bosim bobo choyxonasiga yigirmakichilik ba'zi motoraslara oxirgi so'gan Ilyos Polvonni jamoasi. Chaqib ketgan, cho'l qirgan, birdek yurgan tariximdan izsiz ketgan boychi boring qayda qolding? G'irotim qayga qolding? Tulporlarim qayda qolding? Tulporlarim qayga qolding? Do'stlar, bugun 18-noyabr. Tarixiy ko'pkarimizning oxirgi kuni mana. Oho, mana ko'pkarga ketishini ko'ryapsizlar. Mana bayroqlar bilan ketyapti. Bosim bobo jamoasi ham bu tarixiy ko'pkariga juda katta tayyorgarlik ko'rgan. Boy bobomizning umrlari uzoq bo'lsin. Tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Mana shuni har yilgi ko'pkarisida biz Xudoga ming qatna shukr, Xudo shu ko'pkarning orqasidan rizq beryapti. Boy bobomiz sabab chiqib qo'ygan. Bu tandirlar to'la. Bulturgi ko'pkarida ham choyxonaga odam siqmay ketgan. Mana 20 ta somsachimiz. Hormaysizlar. Charchamayapsizlar, qanday ketyapti? Oho, mana somsalarni ko'ryapsizmi? To'xtamay yopilyapti. Kecha bir 10 mingta ketdimi? 8,5 ta. Bugun 10 mingtaga chiqardim. Hammalaringizni Zomin Oqtosh maydonida kutib qolamiz. Ko'pkar tugagandan keyin Bosim boboda kutamiz. Qarang Hasbek aka, faqat sizning burningiz kattami? Men bo'yim ham katta, tushundingmi? Bu ana qara, tirika bilan tufli kiyib olibdi. Senga nima burindiq? Hasbek aka, nima qilasiz birovlarning ishlariga burningizni tiqib? Tiqib ketadi, keyin yurasiz. Nimani tikadi? Burningizni tiqadi, bu xirurg bu. Ana Umid qara, Salatning uyini. Darvozasini har tarafdan qo'sha beradi-ku. Burni kallasidan katta. Senga nima bor-ku bu yerdan quraman uyimni? Hasbek aka, men sizga повторить qilyapman. Nima qilasiz birovlarning uyiga aralashib? Ko'rib qilaman-da men. Shunaqa qilmangsiz. Kerakmi senga mana qanaqa? Senga qasd ko'pay tavolaman. Bar ket. Ket. Yo'q, vaqti kerakmi senga? Hayda, senga vaqti kerakmi? Senga o'zing onasi o'tmaganlar kerak. Qo'shni? Nimaga men oilamga burni istkayapsiz? Ya'ni o'zingiz bilasiz qo'shni. Hasbek aka, men Bosim boboni somsasini juda yaxshi ko'raman. Qarang, bu somsani ichi to'la go'shtda, qarang. Buni yeyish menga kayf beradi. Bilaman, Bosim bobo somsasi zo'r. Choy qo'shib ich. Meni Bosim bobom 105 yoshga kirib olamdan o'tgan. Nima, somsaga choy qo'shib ichmaganmi? Yo'q, birovlarning ishiga burnini tiqmagan. Senga qarab men siqilyapman-da. Qarang, yana shunaqa qilyapsiz-da siz. Ya sen şantajchi, kuydirib yubording. Tur yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Hali o'zing yalnizing. Kerak bo'lsa somsani chaynab berasan, tushundingmi? Qo'lingdan kelganini qil, ishonganing chaqir. Jab bo'lsa yozasan-da. Hasbek kechir uka. Voy, bo'ldi. Bo'pti. Kechiraman, rahmim keldi. Faqat bitta ish qilasan. Mana somsani qo'ying somsani. Ishqi, oy chaynab ber. Ja oshib ketmadimi?